Konditsionerchi akalarimiz uchun eng kerakli bo'lgan apparatimiz bu ham suxoy, ham suv bilan ishlaydigan almazniy burmashinka hisoblanadi. Assalomu alaykum. Kelinglar, sizlar bilan bugun Beauty brendiga tegishli almazniy burmashinka haqida gaplashamiz. Videoni kuzatib boring. Video davomida batafsil o'zingizlar uchun kerakli va foydali maslahatlarni ko'rasizlar. Apparatimizni ochdik, komplektni sizlarga bir tanishtirib o'tamiz. Komplektida asosiysi instrumentimiz chiqadi va instrumentimizga qo'shimchasiga qilib orqasidagi plastmassa derjaki, ya'ni buni ishlatgan paytimizda tirab olish uchun qotirib qo'yiladi, 4 ta shurtda qotiriladi. Biz tayyor qilib yig'ib ko'rsatamiz sizlarga va buni albatta qo'shimcha ruchkasi chiqadi. Bu ruchkasini ham yechib qotirish juda ham oson va bunda asosiysi hech qaysi instrumentda chiqmaydigan o'zini almazniy koronkasi komplektida chiqadi. Bu eng hadovoy razmeri 50 razmeri, 50 ga 370 mm hisoblanadi uzunligi, qalinligi 50 mm. Instrumentimizga keladigan bo'lsak, instrumentimizga xarakteristiga keladigan bo'lsak, 1800 watt 2000 оборот hisoblanadi. Bu apparatimiz ham suxoy, ham suvli hisoblanadi, ham suvsiz, ham suvsiz. Ham suvsiz, ham suvli. Ya'ni apparatimizning koronkasini suvli qo'yib ishlatadigan bo'lsak, o'zining maxsus kurchaklari bor. Shu joyiga shlankada suv ulab qo'yib, xohlasangiz nasosda, xohlasangiz maxsus idishlarda ulab turib, suv orqali teshsak, ham ishlayotgan paytimizda changimaydi, ham teshayotgan paytimizda tez bitadi ishimiz. Bir xilgina holida suvsiz ishlatish holida, ya'ni bitgan remontli joylar bo'lsa, o'zining maxsus koronkalarimiz bor. U ham bizning o'zimiz do'konlarimizda maxsus bor. Suvsiz koronkalarni qo'yib turib, bemalol teshishimiz mumkin. Apparatimiz 120 mm gacha bo'lgan teshiklarni bemalol teshadi va apparatimizdan ko'rib turganlaridek shotkali motor hisoblanadi. Bu apparatimiz ishlatgan paytimizda shotkali apparat bo'ladi. Buni keyinchalik navbatda shotkalar ketgan paytda buni shotkalarni almashtirish ham juda ham yengil hisoblanadi. Oddiy bitta probkasini yechamiz va shotkasini almashtiramiz. Apparatimizga keladigan bo'lsak, bu instrumentimiz bir xil оборотda ishlaydi, ya'ni reduktorli hisoblanadi. Agar bu apparatga nagroska tushadigan bo'lsa, o'zini maxsus o'zini o'zi o'chiradigan funksiyasi ham bor. Agar qiynalsa, qizib ketsa, tok tomonlama muammo bo'ladigan bo'lsa, apparatimiz o'zini o'zi o'chiradi va o'chirgan paytida o'zining reset knopkasi bor. Bu reset knopkasini bosib, qaytadan ishni davom ettirishimiz ham mumkin. Instrumentimizga keladigan bo'lsak, bu apparatimizning oldi qismi alyumin korpus bilan qoplangan, obmotka motorlari esa obmotka yakrlari mis hisoblanadi. Ya'ni mis bo'lganning yaxshi tomoni nagroska tushgan paytda uncha-muncha qizib ketmaydi. Va instrumentimizdan ko'rib turibsizlar, kabellari ham 2 metr uzun kabel bilan qoplangan, ishlatgan paytimizda noqulaylik tug'dirmaslik uchun. Instrumentimizdan foydalangan paytimizda sizlarga tavsiya qilamiz, asosiysi kelayotgan tokki nagroska bo'lmayotgani, ya'ni past tok yoki baland tok bo'lmayotganiga qarab qo'yishinglarni, o'shanda instrumentimiz uzoq xizmat qilib beradi. Va apparatimiz ishlatgan paytimizda mokriy bo'lganning hisobiga, ya'ni suv bilan ishlaganning hisobiga iloji boricha suvi reduktordan bu yoqqa, ya'ni motor tarafiga o'tmasligini tavsiya qilamiz. O'shanda instrumentimizga suv sachramasa, shotkali bo'lganning hisobiga zamykaniya bo'lmaydi va apparatimiz uzoq xizmat qilib beradi. Instrumentimizni olib foydalangandan so'ng buni musor joylariga qo'ymaslikni tavsiya qilamiz. Ya'ni musor joyiga qo'ygan paytimizda musor ichiga tortadi va yakra mutkan simlarni uzib olishi mumkin. Instrumentimizni ishlatishadigan tavsiya qiladigan odamlarimiz, ya'ni konditsionerchi, vitishkachi, ya'ni dimoxod teshadigan odamlarga tavsiya qilamiz. Ular asosan devorga qotirib qo'yib ishlatishadi, lekin noqulay joylarda, devorga qotirib bo'lmaydigan katta instrumentlarni joylashtirish noqulay bo'lgan joylarga ruchnoy bu apparatimizni tavsiya qilamiz, ya'ni qo'l o'zida olib bemalol teshishingiz mumkin. Buni ikkita tomonlama ruchka bo'lgani uchun bemalol nagroska qilgan paytimizda qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu apparatimiz reduktorlari katta bo'lgani uchun, shestronkalari ko'p bo'lgani uchun nagroska bo'lgan paytda bemalol ushlab qolishga qulay bo'ladi. Ya'ni motorida оборот katta bo'lgani bilan reduktordan o'tib uchiga kelguncha оборот pasayib, nagroska qilgan paytimizda siqib qolsa agar qo'limizni aylantirib olib, sizlarga muammo tug'dirmaydi. Bemalol o'chirishga uspet qilamiz degan umiddamiz. Bu apparatimizning komplektida o'zining 50 razmerli koronkasi chiqadi. Agar mabodo boshqa razmerdagi, ya'ni 120 gacha tesha oladi bu apparatimiz,
120 ga bo'ladigan har xil razmerdagi koronkalar ham bizda o'zimiz do'konlarimizda yoki o'zimizning Mega Tools saytimizda bor. Agar unaqa apparat koronka keladigan bo'lsa, bunaqa koronka olib turib, nasatka orqali bemalol bu apparatimizga ham qo'yib foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ham suvsiz, ham suvli koronkalarni qo'yib, 120 gacha bo'lgan razmerdagi koronkalarni qo'yib foydalanishingiz mumkin. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni tabiiy jarayonda ishlashini ko'rib chiqamiz. Qo'limizdan kelgancha teshdik, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Ko'rib turganingizdek, kamida bir 50 santimetrlik bo'lsa kerak, devorimizni bemalol o'ylanmasdan teshdi. Apparatimizning tabiiy jarayonda ishlashini ko'rdinglar. Agar sizlarga shunaqa professional instrument yoki koronkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Mega Tools ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Va albatta bu instrument haqida fikr-izohlaringiz bo'lsa, savollar bo'lsa yoki qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, sizlarga shaxsan o'zim javob qaytaraman. Bizani kuzatib boring, videolarga like bosing. Xayr, salomat bo'ling.